O'ladi. Hozir men sizlarga real voqealarga asoslangan o'zimni hayotimda bo'lgan narsani qisqacha qilib aytib beraman. Men kollejda o'qib yurgan vaqtimda bitta samarqandlik institutda o'qiydigan yigit meni juda ham yaxshi ko'rib qolgan. U bilan men amaliyotga Oblbansaga borgan vaqtimda tanishganman. Tanishuvimiz вообще g'alati bo'lgan. Men Lesnitsadan kim bilsa biladi, nefrologiya bo'limi bor. Nefrologiya bo'limini ikkinchi qavatida bilmayman qaysidir bo'lim, o'sha bo'limga amaliyot qilib tushayotgan vaqtimizda ular birinchi qavatida kafedra bo'lgan. Kafedra bo'lganda ular dars o'tib bo'lib tanaffusga chiqishgan. Biz ham amaliyot o'ta bo'lib tanaffusga chiqqanmiz. Ana undan keyin esa Lesnitsadan tushayotgan vaqtimda u meni ko'rib qolgan va suv ichasizmi deb taklif qilgan. Endi o'zicha xushomad qilib gap o'tmoqchi bo'lgan. Men yo'q deb pastga qarab o'tib ketganman, uni aftiga qaramaganman. Keyin o'sha paytlar esinglarda bo'lsa bankomatdan paynet qilsa bo'lar edi. Bankomatdan paynet qilishga borganman. Keyin u qaysi nomerga paynet qilsa o'sha narsani chekini chiqarib beradigan bankomat bo'lgan. Men u narsani bilmaganman. Bankomatdan o'zimning shotimga pul tashlaganman, chekni olmasdan ketganman. U uzoqdan meni kuzatib turgan va o'sha chek qog'ozchasini olmaganman. U borib olib meni nomerimni o'sha yerdan olgan. Va undan keyin menga bir kun o'tib Telegramdan xabar yozishni boshlagan. U paytlarda men hali Telegramni faqat o'zimning kontaktlarimga можно qilishni bilmasdim. Endi chiqqan vaqtlar edi yoki men endi o'rganishni boshlagan vaqtlarni bilmadim. Ana undan so'ng esa nima yozgan, kim bu bola, paynetingiz tushdimi deb yozgan. Ana undan keyin men esimga kelgan, значит o'sha paynetda o'sha bo'lamikin degan xayol. Keyin u bilan yozishni, tanishishni boshlaganmiz. Boshida umuman menga yoqmagan, qanaqadir kibrli va o'zidan kimlardir yasab olgan boladay ko'ringan. Yoki samarqandlik bo'lgani uchunmi bilmadim. Keyin xohlamaganman. Keyin u biladi-ku, men imенно shu med kollejga o'qiyman. Endi bu 2017-yillarning gapi. Med kollejga o'qiyman. Meni orqamdan darsim tugashini kutib, ular har kuni 1 oymi 2 oy Oblbansada praktika qilishlari kerak bo'lgan va praktikasi tugashi bilan meni med kollejning oldiga chiqishimni kutib turgan. Keyin men bilmaganman, kelgandan keyin orqamdan kelgan, buni dugonalarim ko'rgan. Mana bu bola seni orqangdan kelyapti. Nima, seni qayerdanligingni mendan so'radi. U yo'q, bu yo'q degan gaplarni menga aytishgan. Ikkinchi qism keyingida. Ikkinchi qismni kutinglar.